Assalomu alaykum hammaga. Men bilgan bo'lsanglar 3 kun avval Samarqandda menga malaka oshirish kursimga Samarqanddan atelyelari bor, o'zlari yaxshi tikuvchi va dizayner bo'lgan qizimiz kelganlar. Hozir ulardan ba'zor otziv olmoqchiman. Bizda menda reklama yoki otzivga yoki ko'p istoriya internetlarga vaqt qo'ymayman. 3 kun ichida qizlarni butun fokusini o'sha bilimga qaratib, 3 kun ichida ularni ham ezib, bilim berib, har xil narsalarda o'sha ustilarda malaka oshirishlari uchun возможность qilib beraman. Bizda yotoqxona sharoitlarimiz bor va shu sababli 3 kun ichida shunaqa tipa 10 yillik motivatsiyani ham olib va 10 yillik yaqin bo'lib ketganimizda juda zo'r bo'ladi. Hozir ularni o'zlaridan ham eshitamiz. Kerak bu yerda. Mana bular Mohagul Samarqandda Umu Collection atelyelari va brendlariga ega. Assalomu alaykum. Tojikcha gapirsam bo'ladi. Mayli, bo'ladi. Uncha tilim kelishmaydi. Nima bo'ldi? Boshdan keldingiz va 3 kun ichida sizda olgan narsa, tajriba, umuman fikringiz qanaqa? Просто borini aytavering. Men kelishdan oldin korset tikish va bunaqa korset tikish, kelin-kuyovlar boqishi sложно. Bir oy tiksam ham o'rganmayman deb o'ylagandim. Yo'lda kelyapman, o'zim aytyapmanki, hozir kelyapman, bu qiyin narsa, korset sложный narsa, baribir o'rganmaysan 3 kun ichida. Ko'p vaqt kelishga imkoniyatim yo'q, zakazlarim ko'p, 3 kun ichida kelyapsan, baribir o'rganmaysan. Keyin o'zim aytdimki, zato boryapman, o'rganmasam ham boryapman. Keyin o'zimga savol berishdan ko'ra lutchi bo'lganim yaxshi, keldim, tavakkal qilib, birinchi kunni o'zida korsetim o'xshab chiqdi-da, shunaqa birinchi kunni o'zida уже kiyganimga ham bergan pulimga ham уже rozi bo'ldim. Ko'pchilik korset qilsa qancha deb savol berdi. Narxini aytsam, "Voy, shuncha pulmi?" dedi. Lekin bitta ko'ylakda даже yarimta bitta kelin ko'ylak tikish qancha qimmat-ku, yarimtada o'sha to'laganimni oqlaydi deb o'ylayman, chunki az gapingiz bo'ldimi? Bularda masalan menda kelayotgan shogirdlarni boshidan, noldan boshlab, o'sha boshidan bilim berishdan boshlayman. Полностью o'zimni uslubimga, o'zimni yo'nalishimga olib kirib birga sistemalarni ham o'zgartiraman. Chunki Samarqandda o'sha atelyelar borki, qanaqa ishlaysiz, qanaqa bo'ladi, qachon borasiz, qachon kelasiz, o'tda ish sistemangiz qanaqa, grafik qanaqa deyman. O'sha aytilamanga ishchilarda faqat bichib beraman, tikmayman, o'zim o'rgataman, narsa qilaman dedilar. Ularni hozir bularni grafikini ham o'zgartirib berdim. Haftasiga bitta atkutyur eksklyuziv zo'r libosni o'zlari tayyorlaydilar. Xodimlari bu yoqda olingan zakazni hammasini ular o'zlari ishlari bilan shug'ullangan bo'ladi va hozir podpischiklarim orasida ham va'da berib qolyaptilar. Hozir sizlarga spesialni bu qizdan va'da olib qolamiz. Xudo xolasa bundan keyin borgandan keyin men o'z shogirdlarimni hech qo'ymayman. Bo'ldi, ketding, xayr demayman. Borgandan keyin sizga va'da beraman. Har bir haftada bitta eksklyuziv libosni o'zlari yaratib, o'zlarining ustida malaka oshirib, yana bardavom ishlaydilar. Va bizning 3 kunlik kursimiz tugadi degani emas, xudo xolasa biz bular bilan ketishib oldik. Har shanba kuni oyda 1-2 marta yana oldinga kelib ketadi. Biz aloqani uzganimiz yo'q va tojikcha aytishingiz mumkin samarqandliklar va ularni nima kutyapti. Atelyengizga borgandan keyin siz qanaqa tajribalaringiz bilan bo'lishasiz, может tojikcha aytsangiz bo'ladi. tushmagan gaplarni tojikcha aytsam bo'ladi. Imomlarning metodlari nimasi menga yoqdi? Eng menga yoqqan joyi oson yo'l bilan bulardan chiqqan oson fikr, bulardan aslida videoda ham qoldirdim. Oson narsa. Korset tikish bizni metodda Samarqandda juda ham qiyin, biza xohlagandek chiqmaydi. Lekin shunaqada men bitta korsetni Samarqandda 2 kun, 3 kun tiksam agar, bu yerda 1 kunda 2 ta. Agar yaxshilab o'ynab 2 ta tiksam, agar bemalol o'tirsam, 3 ta ham tikaman. 5 taga tiksangiz bo'ladi. Oson metod ekan. Boshqacha, yondashuv boshqacha. Umuman men ko'p joylarda o'qiganman. Endi nimalarni aytmayman, ko'p joylarda o'qiganman. Lekin bunaqa rezultat, bunaqa o'zimdan ko'zim ko'rmagan, darsdan bunaqa darslar ko'zim ko'rmagan. Какой-то informatsiyalar olganman, lekin bu o'zi men o'zimga maqsad qo'ydim. Shuni metodda o'taman, ishchilarimni ham shunday o'taman. Judayam oson, inshaalloh. Rezultat zo'r. Katta rahmat bergan bilimlaringizga rozi bo'lasiz.
tugamadi. Xudo xolisa men bularni Samarqandga borgandan keyingi ijod mahsullarini sizlarga va'da beraman. O'zlari ham va'da beryaptilar. Storiesda qo'yib boramiz. Qanaqa rezultat borgandan keyin bilinadi. Xudo xolisa chiroyli eksklyuziv ko'ylaklarni Ummu Collection'dan kutib qolinglar va samarqandliklar bemalol o'sha shogirdimni oldiga boraveringlar. Endi savsem sizlar tiktirgan ko'ylaklardan tubdan boshqa usul kirib keladi. Xudo xolisa Samarqandda katta o'zgarish bo'ladi. Rahmat. Rahmat Sog' bo'ling. sizga.